5 yil deganda birinchi marta tandirda non yopib ko'rdim. Bir yopganimizda 18-19 tacha non sig'adi tandirimizga. Shuncha odatda 7 kun, 8 kunda bir non yopamiz. Har safar xamirini o'zim mushlayman, tandirga o't qo'yib beraman, nonni tashib beraman. Lekin yopishtirishda oyijonim o'zi yopishtiradi, o'zi pishganda uzib oladi. Men yopishtirishni ham uzishni ham bilmasdim. Mana bugun 5 yil deganda birinchi marta tandirga non yopishtirib ko'rdim. Deyarli hammasini oyijonim yopdi. Men oxirida 5-6 tasini yopishtirib ko'rdim birinchi safariga. Birinchi sinfda ustozlar qo'lini ushlab yozishni o'rgatganda, oyijonim ham qo'llarim bilan ushlab sabr bilan yopishni o'rgat. Agar shu yerda o'zim onam bo'lsa, borib ketimga bir deb tandirni ichiga tiqib qo'yardim. Yopishtirishda qiynalmadim, amallab yopib oldim, lekin uzishda bormi, tandirda ichi dahshat issiq bo'lar ekan. Gapimni qaranglar, tandir bo'ladi-yu, sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladi, to'g'rimi o'rtoqlar? Nima qilyapti bu? Hech nimani bilmaydi. Men erkak kelinman deb dangasalik qilib yuravergan ekandim o'rtoqlar. Sizchi o'rtoq, menga o'xshagan aslida dangasa, lekin o'zicha erkatoy kelinmisiz yoki epchil kelinmisiz? Kommentariyaga yozib keting, bu men uchun qiziq. Aytgancha, qishloqdagi SMMchi kelin sarguzashtlari hali tugagani yo'q. Davomi qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.